Ayolimda o't tufayligida ichki kasalliklari bor edi. Mana shu yerdan kelib birinchi marta kelib doktor Ali choyini, keyin detoksiomalarini olib iste'mol qildik. Mani o'zimda allergik kasallik bor edi. Qandaydir yo'tal, sal chang nimaga yo'tal bo'laverardim. Shundan mani o'zim ham foyda ko'rdim-da, mana shunda ichib turib. Nevaram bor edi. Bir 5 yosh nevaram Farg'onaga olib bordik, aqqa olib bordik. Hali ichida og'zida stomatit bo'lib, doktordan har xil dorilar yozib berdi. Qandaydir nima bo'lmadi, lichini bo'lmadi unda. Keyin kelib shundan ichkizib ko'raylik deb maslahat olib battan doktorlardan shu nevaramda ham o'zgarish bo'ldi shu narsa. Yo'q bo'lib ketdi shu narsa. Doktor Ali jamoasi bizni jamoa qilib mana Saudiya Arabistoniga umra safarini uyushtirishdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Duo qildik o'sha yerda. Alloh duolarimizni ijobat qilsin. Assalomu alaykum. Men Jo'raboyev Yorqin Alimuj Qo'qon shahrida o'tiraman. Qo'qon shahridanman, mana shu yerdan kelganman. Biz kelganimizda ayolimda o't tufayligida ichki kasalliklari bor edi. Mana shu yerdan kelib birinchi marta kelib doktor Ali choyini, keyin detoksiomalarini olib iste'mol qildik. Shundan qandaydir foyda ko'rgandek bo'ldik. Keyin yana qayta kelib olishni boshladik shularni, o'sha yerdan. Har oy muntazam kelib oldik. Mana shuni ichib shundan foyda ko'rdik. Shuni orasida mani o'zimda allergik kasallik bor edi. Qandaydir yo'tal, sal chang nimaga yo'tal bo'laverardim. Shuni men o'zim ham iste'mol ko'rdim shuni. Shundan meni o'zim ham foyda ko'rdim-da, mana shunda ichib turib. Shundan ichib keyin ayolim ikkalamiz har oy kelib, har oy bir oyligini olamiz. Bir oy kelib iste'mol qilamiz. Shundan foyda ko'rdik. Mana hozirgacha kelib mana shuni olib ichyapmiz. O'zgarish yaxshi. Ancha o'zgarishimiz yaxshi. Shuning uchun hozirgacha olib kelishdik. Bundan keyin nevaram bor edi. Bir 5 yosh nevaram Farg'onaga olib bordik, aqqa olib bordik. Hali ichida og'zida oq anaqangalar chiqib, og'zining ichiga stomatit bo'lib, og'zining ichiga. Doktordan har xil dorilar yozib berdi. Qandaydir nima bo'lmadi, lichini bo'lmadi unda. Keyin kelib shundan ichkizib ko'raylik deb maslahat olib battan doktorlardan shuni ichkizib, shuni bir oy ichkizib, shu nevaramda ham o'zgarish bo'ldi shu narsa. Yo'q bo'lib ketdi shu narsa. O'shanga hozir tag'in kelishimda hozir yana aytishdiki, shu esingizdan chiqmasin, olib olishdi. Hozir yana tayyorlashdi-da, shuni ayolim kelishdi, nevaramga ham deb. Ancha yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr shu narpasidan. Rahmat sizlarga. Mana shu yerdan shifo topdik. Keyin mana doktor Ali jamoasi bizni jamoa qilib mana Saudiya Arabistoniga umra safarini uyushtirishdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Mana shular sabab umra amallarimiz bajardik. Mana ibodatlarimizda Alloh kamchilik bo'lsa Allohning o'zi kechirsin. Duo qildik o'sha yerda. Alloh duolarimizni ijobat qilsin. Alloh xonadonlaringda xursandchilik bo'lsin sizlarda ham. Alloh farzandlaringni baxt kamolini ko'rsatsin. Zurriyotlaringdan qorilar chiqsin, qoriyalar chiqsin. Alloh buni qilayotgan ishlaringni, chiqarayotgan mahsulotlaringni Alloh xayrli qilsin. Mana Saudiya Arabistonda hattoki o'sha yerda ham ko'rdik, o'sha yerda ham do'konlaring bor ekan. Arablar ham mana shuni iste'mol qilyapti. Shuni o'zimiz guvohi bo'ldikda ko'rib. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Allohu akbar.